To'labek Oqtomdagi 6-obyektimiz. Birinchi etajini g'ishlari 100% terib bo'lindi. Endi birinchi etaji ustiga regel olgan payti keldi. Ancha ko'zga ko'rinib qoldi. Bu birinchi paydiz, bu ikkinchi paydiz. Jami 16 ta xonadon bo'lyapti. Ichkariga kiramiz. Mana kirganda mana shu to'g'rida bitta kvartira, mana bu bitta kvartira, mana bunisi bitta kvartira. Bunisi 4-inchisi. 4 ta eshik bo'ladi. Xo'p, mana xonalar normalniy, kichkina emas. Bu yoqqa kirganda mana bitta podvolga tushadigan zonasi bor mana. Podvolga tushib ketsa bo'ladi bemalol. Pishgan ishdan qilyapti. Sifatli qilib qo'ldan kelgancha yaxshilab qilishga harakat qilyapmiz. Mana bunisi oldingi yil bitgan. Oldin bitgan bunisi.